Jigiringizda mesli bar yo'qligini bilishdagi oddiy savollar. Jigarda mesli barmi yo'qmi? Jigiringiz sog'lommi yoki sog'lom emasmi deganda tuvandagi ahvolga sal qaramaslik kerak. Buningda asosli doim shu qusoq ko'payish, tomoq singmaslik, uyquga tez kirish, kechada ko'p uyg'onish, ko'p tush ko'rish, ichkiga baldo oq kirish, doim ish tutildash, oson achchig'lanish, oson erib charchash, mag'dursiz his qiladigan, checha, maylashadigan, ham ko'p tushadigan, doim usash, eg'iz qurish, kalpuklar, levlar qurib yerlash, eg'iz achchiq bo'lish, eg'iz purash, suyuqning rengi doim seriq bo'lish, ko'z qurg'oqlashib, qichishish, ko'rish tuvallash, ko'zi sarg'iyish, qizish, hem chiroyi qardab xunuklashish, yuziga seriq dog' tushadigan, masalan, donxo'rak ko'p chiqish degandek bir qadar masala ko'p ko'rildi. Bel qismiga go'sht yig'ilib olish, qursoq selib semirish. Uningdan boshqa qavziyat, anondan keyin tirnoqda oq siziqchilik paydo bo'lish, put-qo'l qizish, oson uyushib qolish degandek bir qadar masala ko'proq ko'rildi. Endi jigarda bu xil alomatlar ko'rilgan bo'lsa, cho'qim sizningki jigarning issiq harorati eshib ketgan, jigarning besimi eshib ketgan bo'ldi. Endi jigarninki tekshirtgan vaqtda masalan B tipliq, C tipliq, A tipliq jigar keslar, jigar yallig'i bulab qolib qolsa tekshirish chiqadi qarindoshlar. Jigarning issiq eshib ketgan, jigarning besimi eshib ketgan ahvol bulab qolib qolsa, bunday ahvollar tekshirsa chiqmaydi. Jigarimni bir yaxshilab qo'yay deydigan qarindoshlar qolib qolsa, jigar tuvandikdek ahvoli ko'proq ko'rilayotgan ahvol bulab qolib qolsa, hozir shu loboninki eng yaxshi vaqti hozir qarindoshlar. Shu lobot sovuq sey qilib iste'mol qilib bersak bo'ldi yoki lobo sharbat qilib iste'mol qilib bersak bo'ldi. Anondan boshqa tavuzni ko'proq iste'mol qilib bersa bo'ldi jigarda mesliva kishilar. Anondan boshqa yana shu limon bilan oq shekarni qaynatib suyini ichib bersimi, jigarninki issig'ini qaytarishda unum alaydi yaxshi. Buningdan sirat jigarning issig'i eshib ketgan, qavziyat ulab qolgan qarindoshlarimizga yaxshi taklifim qo'rg'an mayliq tomoq, bulabmi chuqpochoq, kavob, bachuk go'sha, ziyoda quruq yelim-yeshildan o'zini tortishni ta'kidlayman qarindoshlar. Agar jigarda mesliva kishilar ulab qilib qolsanglar, diqqat qilinglar. Gapim yarag'an bo'lsa, sho'di deb yozib qo'ysanglar, qo'llash yuzidan ejr emgak yatqizishdan inkas rayoniga alt raqamini yoki sho'di deb yozib qo'yib, meni qo'shmagan do'stlar qo'shib olsanglar, alt raqamini hem yulduz belgisini, yurak belgisini ejr emgak uchun ko'plab besib qo'yinglar qarindoshlar. Sizning ehtiyojinglar bo'lmasligi mumkin. Ehtiyojli qarindosh ulab qolib qolsa, jigar iqtidor chekingan, foydalanib qolsin. 快手，拥抱每一种生活。